Assalomu alaykum xola, charchamayapsizmi? Bizga yangi tovar kelgandi, shuni narxini chiqara olmayapmiz. Bitta ko'rib bering. Supurgini bu yerga qo'yamiz. Buni ham qo'yib qo'ying. Yuring. Bismillahirrohmanirrohim. Bizga shunaqa momiq barashka kelgandi, xolajon. Buni shunaqa korobkasi bilan, momiq barashkasi bilan, bunaqa sumkasi bilan necha pul qilib bersak olgan bo'lardingiz? Biram chiroyli mollaringiz ketdi. Eng kerakli narsalar. Rahmat. Menimcha 150-140 larga indamasdan olsa kerak odamlar minnatdor bo'ldi. Lekin buni biz 150 ming so'mdan emas, ataga 99 ming so'mdan skidkaga qo'ydik. Sizga qaysi rangi yoqdi? O'zi hammasi yoqdi, lekin bunisi ham bizga juda chiroyli. Qarilarga juda yaxshi ekan-da. Shu rangi yoqqan bo'lsa sizga, bozorimizning ozodaligini o'ylab, issig'i issiq, sovug'i sovuq demasdan, mehnatingizni avaylamasdan ishlab yurganingiz uchun hadya qilmoqchiman. Rahmat. Juda katta rahmat. Iloyim, har doim tanjoninglar sog' bo'lsin. Elimizda tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Iloyim shu savdolarga Alloh barokat bersin. Qilgan mehnatinglar rohat, yuzinglar yorug' bo'lsin. Har doim hadyalar bundan ham keng, mo'l bo'lsin, yuzinglar yorug' bo'lsin. Inshaalloh Allohim savdolarga barokat bersin. Alhamdulillah, Allohumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika va li azimi sultani. Amin. Allohu akbar. Rahmat bo'ling. Rahmat. Oynangiz sog' bo'lsin. Rahmat. Iloyim, tanjoninglar sog' bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Sog' bo'ling. Xursand qildinglar. Rahmat. Narxlarimiz yoqqan bo'lsa va shu narxda xarid qilishni xohlaganlar kommentariyamizga 99 raqamlarini qoldirib, like bosishni unutmaysizlar, xayriyatgancha qizlarjonlar. Videomizni 5 ta yaqin yilga jo'natib qo'ysanglar juda ham xursand bo'lardik.